To'la hozir sizlarga Istanbulda naturalniy zaytunni tanlashni o'rgataman va qayerdan olinish kerakligini o'rgataman va birgalikda zavtrak uchun bozorlik qilamiz. Ketdik. Qaranglar, shunaqa magazin bo'ladi Istanbulda, umuman Turkiyada hamma joyda. Bu yerda zavtrak uchun hamma narsani topsanglar bo'ladi. Hozir kirib obzor qilamiz. Boshladik obzorga. Qaranglar, mana bu yerda kiloli zaytunlar sotiladi. Narxlari yozilgan, kilosi bilan yeb ko'rib, mazasini yoqtirib, keyin bemalol olsang, mana zavtrakka tayyor murabbolar ham bor, qaranglar, har xil. Anjirli, keyin mana bu tahin. Bu kunjutni ezmasi. Mana. Keyin mana bunaqa sujuk bor. Kolbasa mahsulotlari unaqa mazali emas. Istanbulda, Turkiyada bilasizlar. Lekin shu sujukning mazasi rosa ham yaxshi. Keyin mana bunaqa tayyor qovurma et deydi, zavtrakka, tuxum bilan qovurishga mahsulotlari. Sir, peynir, bulardan albatta yeb ko'ringlar. Mazasi yoqadi. Bunaqa ochiq kilolab sotiladigan dondun mahsulotlari. Mana bu chechevitsa qizlar. Yaxshi. Bug'doy, qizil chechevitsa, bulgur va fasol. Qaranglar, turk mantisi, mana bu turk mantisi bo'ladi, sizlarga ochib ko'rsataman. Bunaqa bo'ladi va bunaqa kichkina mayda. Bu damashni uyda tugib olib kelishadi, shunaqa sotiladi. Bu o'zbek mantisidan farqli. Mana